Bu qismni Şeriyan qon tomir ichimligi alohida qo'llagan. Dengizning tagida og'zidan ko'pik chiqarmay gap qiladigan bir to'p shaygolar yig'ilgan edi. Ey, ma bir fantaziya kino bo'lganda ekan, suasida gap qilsam bo'laverdi. Naq gapni qila? Mening bir 8 oyoq bir og'inam botdi. Do'stlari bilan qiqos bir arshon bor deb tushib ketib, ta hozirgacha yo'q-ku. O dut, o degan arshon emas, o degan xogo. Ha, amsu hozir ne dedi? Va og'inangning izdirigini olay desang, ammo shu Pinglunchidiki, Pinglunqan qizlardan so'rab baq. Arsidagi biroz yevatgan gap ashini. Ey, biz insonlarga jang e'lon qilmasak bo'lmadi. Endi chikittal xogoning jidalda jang e'lon qilsa, qamdashmaydi. Biz beyliqlarmi dut. Qamoqda shapasıl mangayverimiz endi. Buning gapi tugmay turibla, jiroqdan bir insonlarning suvosti kiyimsi to'satdan paydo bo'lib, azaldan tinish bo'layotgan dengiz ostiga qalaymqonchilik qilib keladi. Xonish Atlananing ikkinchi bolasi, Atlantis davlatining varislaridan biri bo'lgan Shahzoda Ham asrning ona bir dada boshqa inisi bo'lib, onasi qirg'oqdan qaytib kelib, qayta turmushga chiqib topgan bolasi edi. Shahzoda Ham chaqqonlik bilan xavfni tinchitdi. Bu ishlarni ko'rgan ko'pchilik insonlarning haqiqatan haddidan oshqonligini his qilib, ularga jang e'lon qilmoqchi bo'ladi. Jobada chilashqidek ichishib, hadisini yulab uyga ilib mangan asrning oldiga suvdan chiqqan qizil boshliq to'ginakdan birisi paydo bo'lib qoladi. Mana bu hayday chiroy kelgan qiz bolaning ismi Mila bo'lib, to'xtanglar. Oranglar bilasinglarning ismi Mila emas-ku, ha? To'g'ri, mening ismim Mila degan manglar oldimga. Isminglar o'xshash chiqib qolgan bo'lsa, bilib bilmay nozuk ko'nglinglarga ig'ir bir mush yeb ketgan bo'lsanglar, yo'q ashuda. Buni menga demay, kinoning rejissyoriga deb biringlarjimi? Mila asrni o'zining yurtiga qaytib, podshohlik taxtini ona bir dada boshqa inisi, yana bu hayday qizning bo'g'is eri bo'lgan Hamdan talishga undaydi. Asr, siz darhol yurtingizga qayt, podshoh bo'lin. Ham qallisidan ketib qolay deb qoldi. U hozir dengizning kuchidan foydalanib, quruqlikdagi insonlarni ham qilib etmay deydi. Sizningcha men ashaga bosam, ammo taxtga o'ltiray deb qo'yamga yakanda sap qo'yaman. Uni huquqmidim qarang. Biroq ham quruqlik chiqib qolsa, sizni yakandas qilib qo'ng qo'yib o'ltirib oldi. Baxson, yan pishig'i tiqib o'tama ma'arni. Siz uni oson chaqlamang. Uning odatdagi orlar o'tmaydi. Rivoyatdagi oltin oril uni zaxmlantiradi. Va odamni chamangay pamdurbash. Nədiki rivoyatlarga ishinib, amaliyotga uyg'un bir gap qiling amanda. Siz ma fantaziya kinosida turib amaliyotni yig'izib yotamsiz? Osir bu qizning gaplariga pisand qilmay uyga qaytmoqchi bo'ldi. Yerim yo'lga kelganda tuyuqsiz dengiz toshqini yuz berib, Osir bilan dotsini dengizning ichiga so'rab ilib kirib ketdi. Bu chaqda Milla Osirning qaramliqidan boshqa po'qni o'ttirdan ikkiga bo'lanmaydiganligini ko'rib, men suvni o'ttirdim bilib beray deb dotsini qutuldirib oldi. Dotsining burniga suv kirganligini ko'rgan Osir bu ishlarni hal qilmoqchi bo'ldi. Milaning yo'l boshlashi ostida ular birlikda dengiz ostidagi sirliq shahar Atlantisga yetib keldi. Hamda bu shaharning bir bulung pushqoqlarida Osirning kichik vaqtidagi ustozi bilan ko'rishdi. Shuncha yil ko'migan ustozining yana shunchalik shipbini sog'lom tug'iniga qarab, Osir hayron bo'lib qoldi. Ustoz, qat'iy qiyirma yaxshi turibsiz-mi? Adam sizdek yaxshi turib, qiyirib, samirib birnin bo'pli ketdi. Men sana nima o'rgatdim, ey? Quruqlik turib, o'zinglarning yerlik mahsulotlardan bo'lgan Şeriyan qon tomir ichimligini anglab baqmadingmi? Bu chaqda yandan bayon tuyuqsiz gap qistirib qoladi. Oy, to'xtanglar. Nima narsa o Şeriyan qon tomir ichimligi degan? Menmi bilmaydiganman-ku. Ey, nadan yandan bayon. Şeriyan ichimligi degan jigar va qon tomirlaridagi maylarni serishga yordam berib, qon quyuqlarning oldini oladigan bir sog'lom ichimlik-ku. Ama sizlar o'zinglarning gapini qilashtiringlarmi? Men hozir tuvanki do'konga dikkin uchib chiqay. Ustozi uningga Atlantis davlatining qandoq qilib bugungi kuniga kelib qolganligi, oltin orining qandoq borliq kelganligi va nadishkaligi to'g'riliq saq 5 minut quruq baran qilib berdi. Yig'inchoqlab kelsak shu ikki qizga burunqi bir podshoh qiqqas bir orini qo'lga tushirdi. Andan beyachiga qalayimqa yetishib qo'yib sim yo'li mas kelib ketiblar. Butun Atlantis suvning ostiga cho'kib ketdi. Bular Atlantisning texmi taraq qilgan bir suv osti shahriga o'zgartib ketdi. Shundalik gapga shu. Ustoz, naq gapga keling ha? Mening demoqchi bo'lganim, arini tepib, qang degan bir nimaning bir yeriga tiqiblat. To'satdan omning qo'l ostidagilar yandan bayonni qanday qo'llasa xola. Ya bir qo'y to'ylab ko'ring, yapimiz denzan finshan qiling. Iqilliqchini, denzan finshan jagwanju. Davomini ko'makchi bo'lsangiz, Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshbat Yezig'liq.